Lekin shu paytda qalbni qandoq tutish kerak hali ta'lim olganimiz yo'q. Roza tongdan boshlab niyat bilan quyosh botguncha oziq-ovqat va shahvatdan o'zini tiyib turish ekanligini tushundik. Bunga ham amal qilyapmiz, lekin hali ro'zaning mohiyati, uning ruhoniyatini o'rganganimiz yo'q. Haj Makka-i Mukarramaga borib, tavof qilib, sa'i qilib, boshqa arkonlarini ado etib keladigan ibodat ekanligini bildik, ko'rdik, qisman qildik. Lekin hajning mohiyati, ruhoniyati, haj paytida inson qalbini qanday tutmoqligi kerakligi to'g'risida hali dars olganimiz yo'q. Zakot ham shundoq. Ana ibodatlarimizda, qilayotgan amallarimizdan ko'nglimiz to'lmayotganligi, nima uchun deb savol berayotganligimizning asosiy boisi ruhiy tarbiyani hali o'rganmaganimiz. Ruhiy tarbiya borasidagi so'zlar bor, istilohlar ishlatiladi, gaplar aytiladi, lekin uni hali ilmiy tarzda sharh qilingani yo'q. Dars tarzida xalqimizga talqin qilingani yo'q. Uning foydasi, mohiyati va boshqa kerakli taraflarini xalqimizga tushuntirib berilgani yo'q. Mana shu ma'nolar, mana shu xotiralar o'ylab, tafakkur qilib, hamma narsasini joyiga qo'ygandan keyin siz azizlar bilan bu sohada ham qo'ldan kelganicha bir harakat qilish niyatini Alloh subhanahu va taolo o'zi qalbga soldi. Mana shu harakatni boshlash niyatida turibmiz. Alloh subhanahu va taolo bu harakatimizni barakatli qilsin. Hammamizni ruhiy tarbiyadan xabardor qilsin. Qalblarimizni, ruhlarimizni, nafslarimizni poklash, azoda qilish, Allohning muhabbati bilan to'ldirish, ibodatlarimizni ruhoniyatini, mohiyatini, haqiqatini, buyukligini his etish, ularni halovatidan bahramand bo'lish baxtini hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Azizlar, odam zot jism va ruhdan iborat. Insonning jismi Alloh taolo tarafidan loy qorib o'z qo'li bilan yaratgan sopolga o'xshagan narsa bo'lgan. Qur'oni Karim ana shundoq vasf qiladi. Insonning jismi shu, tanasi, badani shu. Tuproqdan loy qorilgan, loydan shakl yasagan, shakl qatib chersa ovoz chiqaradigan sopol tarziga kelgan. Ana badan shu. Ana shu badanga Alloh taolo o'z ruhidan jon puflagandan keyin uni tanasi qimirlab o'rnidan turgan. Ana insonning mohiyati jonidan iborat, qalbidan, ruhidan iborat. Allohning yuboradigan payg'ambarlari, tushiradigan kitoblari, buyuradigan buyruqlari aynan o'sha ruhga, qalbga qaratilgan, tanaga emas. Ana shuni haqiqatini biz bilishimiz kerak. Islom dini insonni jismini, tanasini tarbiyalash, sog'lom tutish, bemorliklardan davolashga e'tibor berganidek, insonni qalbini ham tarbiyalash, poklash, sog'lom tutish, bemor bo'lib qolsa davolashini yo'lga qo'ygan. Ana biz tanani, badanni, jismni muomalasini qilyapmiz hozirgacha. Lekin qalbni, ruhni, nafsni davosi sog'mi, sog'masmi, kasalmi, kasal bo'lsa qandoq ekanligini hali uncha bilganimiz yo'q. Demak, kelajakda qiladigan harakatimiz, o'rganadigan ilmlarimiz aynan mana shu narsaga qaratiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nafsimizni, qalbimizni, ruhimizni poklashga amr qilgan. Hozir imom domlamiz xuftonning farzini o'qiganimizda birinchi rakatda Rasuli akram alayhisolatu vassalomning vazifalarini bayon qiluvchi oyat karimani o'qidilar. Va yuzakkihim va yuallimuhum dedi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomni, Muhammad alayhisolatu vassalomni va u kishidan oldin o'tgan barcha payg'ambarlarni asosiy vazifalaridan biri insonlarning qalbini tazkiya qilish, poklash, tarbiya qilish, bemorliklardan davolash vazifasi bo'lgan. Payg'ambar alayhisolatu vassalomlarning barchalari
qalblarning tabiblari bo'lganlar. Ana payg'ambar alayhisolatu vassalomlarning, Muhammad alayhisolatu vassalomning asosiy vazifalaridan biri demak nafslarni tazkiya qilish, poklash. Tazkiya so'zi arab tilida ikki ma'noni o'z ichiga olgan. Birinchisi tozalash, poklash, ikkinchisi ziyoda qilish. Demak, qalbni poklash, tazkiya qilishga uringanda shu ikki narsa ko'zda tutiladi. Birinchidan qalbdagi nopokliklarni poklanadi, ikkinchidan qalbni maqomini kuchaytiriladi, ziyoda qilinadi. Ana shu ma'nodagi oyatlar, ya'ni inson qalbini poklashi lozimligi. Qalbini poklasa, demak yaxshi bo'lishi to'g'risida bir qancha oyatlar bor. Qad aflaha man tazakka va qad khaba man dassaha. Mana shu oyatlar va boshqa oyatlar. Ya'ni kimki nafsini pokizalasa najot topibdi. Kimki nafsini iflos qilsa, tozalamasa noumid bo'libdi. Demak, hamma narsa mana shuni atrofida aylanyapti. Shuning uchun biz bu haqiqatni nihoyatda yaxshi anglab yetishimiz kerak. Mana shunga e'tibor berishimiz kerak, asta-sekin o'rganmoqimiz lozim. Bu yerda qalb, nafs va ruh lafzlari bir-biriga nihoyatda yaqin lafzlar. İnsonni ichki dunyosini ifoda etadigan, jonini, tirikligini, aqlini, hushini, hamma narsasini o'zida tutgan narsalar shu. 3 narsa birlashib ketishi ham mumkin. Bitta bir-birini anglatishi ham mumkin, lekin ba'zi vaqtlarda xususiyatlari bo'lishi ham mumkin. Qalb so'zi o'zi aslida bir narsani ag'darish, o'zgartirish ma'nosida aytilgan. İnsonning qalbini qalb deyishi o'zgarib turadi. Xursand bo'lsa, xursand bo'lib ketadi. O'zini xafa qiladigan narsa bo'lsa, xafa bo'lib qoladi, o'zgaruvchan. Shuning uchun qalb deyilgan. Qalb demak bir latif jism bo'lib, uni qalb ko'zi bilangina ko'rish mumkin, lekin siz bilan bizni badan ko'zimizga u narsa ko'rinmaydi. Nafs so'zi ko'proq shahvatga buriladigan tarafi, insonning ichki dunyosini shahvatga buriladigan tarafi, xoyi havasga buriladigan tarafi, dunyoni orqasidan yuradigan tarafini nafs deyiladi. Ruh esa bularni demak hammasini jamlagan oliy bir maqomdagi insonning ichki dunyosini demak nomi ruh deb ataladi. Qalb, ruh, nafslarni pokizalash deganda hammasi bir xil narsani tushunadi. Ana shu haqiqatlar demak payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni sunnatlarida ham bor. Qur'oni Karimni aytib o'tdik. Endi insonni Alloh taolo yaratgani, uni o'zini ruhidan jon puflab tiriltirib jon kiritganligini aytib o'tdik. Ana shu maqomda insonni tashqi ko'rinishini, badanini, a'zolarini xalq deyiladi. Palonchini xalqi chiroyli desa, yaratilishi chiroyli degani, qomati go'zal degani, ko'rinishi go'zal. Ichki dunyoni, insonning ichki olamini xulq deyiladi. Bitta harfda bor, xalq, xulq. Demak, tashqi ko'rinish, badan, a'zolar hammasi xalq. Falonchini xalqi go'zal desa, demak badan tuzilishi, qaddi qomati chiroyli degani. Xalqida aybi bor desa, demak ko'rinishida biror aybi bor. Xulq desa ichki dunyoni tushuniladi va falonchini xulqi go'zal desa, demak bu odam ichki dunyosi go'zal odam ekan. Qalbida, nafsida, ruhida poklik bor